Agar siz o'quv markazi egasi bo'lsangiz va sizda sifatli leadlarni jalb qilishda muammo bo'layotgan bo'lsa, bu video siz uchun. Chunki bu videoda biz hali bozorda yangi bo'lgan va o'zini brendiga ega bo'lmagan kichik o'quv markazi bilan kichkina harakatlar orqali qanaqa qilib sifatli 300 ta leadlarni jalb qilganimiz haqida aytib beraman. Birinchi bo'lib o'zimni tanishtiraman. Meni ismim Shohjahon. Biz Manseri Digital agentligimiz bilan o'quv markazlariga internet marketing orqali sotuvlarni oshirishda yordam beramiz. Ya'ni ko'proq lead generatsiya bilan shug'ullanamiz. Shu kungacha 10 dan ortiq o'quv markazlari bilan ishlaganmiz va hozirgacha ishlab kelamiz. Hozir sizga loyihamiz haqida qisqacha tushuntirib o'taman. Loyihamiz o'quv markaz Beruniyda joylashgan va ular bozorga ingliz tili bilan IELTS kurslarini taklif qilishadi. Biz loyihaga kirayotganimizda birinchi bo'lib takliflarni, ya'ni o'quv markaz beradigan takliflarni o'rganib chiqdik. Ya'ni ular nima taklif qilyapti? Birinchi taklifi ular o'zlarini Londonda 10 yildan ortiq yashab kelgan ustozlarini va 15 yoshida IELTS'ni 7,5 olgan bolani, ya'ni buni result sifatida, natija sifatida va yana bir buni kuchli taklif deb bo'lmaydi-yu, lekin bu ham bir taklif, ya'ni ular birinchi darslarni bepul, ya'ni ko'pchilik o'quv markazida bor, lekin har doim uni katta upor bilan, katta e'tibor bilan hech kim reklamasida, hech kim emas, deyarli qo'llashmaydi. Ya'ni birinchi dars bepulligini. Ya'ni segmentatsiya ichida biz kimlarni tanlab oldik? Birinchi tanlaganimiz, ya'ni birinchi auditoriyamiz bizning talabalar, ya'ni Beruniyda joylashgan universitetlar, oliygohlardan keladigan talabalar. Ya'ni shu talabalarga biz ingliz tilini taklif qilish tanladik va ikkinchi auditoriyamiz ota-onalar va uchinchi auditoriyamiz o'zini sohasidagi mutaxassislar. Ya'ni ular o'sish xohlaydi, o'zi rivojlanmoqchi bo'lgan, lekin rivojlanish uchun ingliz tili bilmaganligi to'siqlik qotgani uchun shunaqa insonlarga biz taklif qilishni tanladik. Ya'ni ularni segmentatsiyamizga kiritdik. Keyingi o'rgangan narsamiz bu o'quv markazi joylashgan hududdagi raqobatchilarni o'rgandik. Ya'ni Beruniyda bitta emas, yana bir qancha juda ko'p o'quv markazlari bor, deyarli 10 dan ortiq. Xo'p, bizni o'sha o'quv markazlaridan qanaqa farqlarimiz bor? Ya'ni nimamiz bilan, ya'ni boshqa o'quv markazlaridan ajratib turamiz. Shu narsani o'rganganimizda biz bitta narsani topdik, ya'ni bu loyihamizda boshqa o'quv markazlariga qaraganda narxlar arzonroq, sezilarli darajada arzonroq. Bozorda ingliz tilining o'rtacha narxi 800 mingdan 1 milliongacha bo'lsa, agar adashmayotgan bo'lsam, bu loyihamizda eng qimmat narx 800 ming, ya'ni IELTS kursi. Odatda o'rtacha chek, ya'ni bu o'quv markazida o'rtacha ingliz tili kurslarining narxi 600-650 ming. Ya'ni bu o'zini hududidagi o'quv markazidan farqi faqat arzonligi. Ya'ni bu ham bizga foyda tomonida, ya'ni bizning taklifimiz uchun yaxshi ishladi desak ham bo'ladi, ya'ni yaxshi ishlaydi. Yana bitta narsani ta'kidlab o'tishim kerak. Biz segmentatsiyani o'rganayotganimizda, ya'ni qaysi auditoriyalarga bizni loyihamizning xizmati to'g'ri kelishini aniqlayotgan paytimizda aynan o'sha auditoriyalarni ingliz tiliga doir qanaqa og'riq, qanaqa ehtiyojlari, qanaqa muammolari borligini o'rganib ham chiqdik. Bunda qanaqa muammolar bor edi, qisqacha aytganimda, ular yillab ingliz tilini o'rganadi, lekin gapirisha olmaydi. Ular ingliz tilini qimmat, ya'ni ular uchun qimmatroq, ya'ni 1,800,000-900 ming uchun o'rganishga kelganda ular uchun qimmatli qiladi va ular shu pul uchun bir oyini sarflashga, risk qilishga qo'rqishadi. Ya'ni ular risk deb qabul qiladi bu narsani. Aslida bu bozor narxida deyarli, agar bozor buni narxlagan bo'lsa, ya'ni shunda juda ko'pchilik, ya'ni jamiyat bundan qoniqib o'qiyotgan bo'lsa, bu ular uchun qimmat emas, lekin ba'zi bir auditoriyalar uchun bu qimmat sanaladi. Ya'ni ya'ni qimmat kursga boradigan, qimmat kursda o'qiydigan auditoriya, bizning auditoriya, shu loyihamizning auditoriyasi bo'lmasligi mumkin, yoki arzon kurslarga talabi bor bo'lgan auditoriya qimmat kursini talabkori bo'lmasligi mumkin. Ya'ni deyarli ularning psixologik jihatdan farqlari juda katta. Va bundan keyin bizni segmentatsiyamizni 3 ga bo'lib olgan bo'lsak, ya'ni ota-onalar, soha mutaxassislari va talabalar, va har biri uchun bittadan video kreativ yozdik. Ya'ni buni ko'proq qilishimiz kerak edi o'zi aslida, ko'proq gipotezada, ko'proq yo'nalishlarda, ko'proq matnlar orqali biz o'zimizni test qilishimiz uchun, ya'ni o'zimizni risk management deyiladi, ya'ni o'zimizni tavakkalligimizni ehtimolni pasaytirish uchun biz turli xil gipotezlar, turli xil matnlar ishlatishimiz kerak edi, lekin resurs cheklanganligi uchun biz eng kuchli matnlarimizni, eng kuchli gipotezlarimizni o'zimiz tanlab oldik
Ya'ni bu o'zi tavsiya qilinmaydi, o'zingiz tanlab olishingiz. Auditoriya biladi, misol uchun o'zini og'rig'i qanaqaligini, nima kerakligini o'zi biladi va buni ko'proq qilib sinab tanlab olish tavsiya qilinadi. Shunchaki bizda byudjet va vaqt, resurslarimiz juda kamligi uchun biz o'zimizdan kelib chiqqan holatda juda eng kuchlisini, eng kerakligini tanlab olishga harakat qildik. Ya'ni ko'p odam ingliz tilini o'rganadi, lekin gapirishga kelganda qiynaladi. Bu birinchi gipotezamiz, ya'ni birinchi va ikkinchi segmentatsiyamizga ham to'g'ri kelib ketaveradi. Ya'ni talabalar va soha mutaxassislariga ham to'g'ri keladi. Ya'ni shunaqa qilishga harakat qildikki, ba'zi bir matnlarimiz boshqa segmentga ham to'g'ri kelishi uchun. Xo'p, Berundagi ko'plab o'quv markazlaridagi ingliz tili kurslari siz uchun ancha qimmat bo'lishi mumkin. Ya'ni bu ham yaxshi ishladi deb ayta olaman, chunki bu yerda hudud keltirilgan, aniq og'riq keltirilgan va shu orqali videoni oxirigacha ko'rishga majburlash uchun, ya'ni aynan bizga to'g'ri keladigan auditoriya, bizga to'g'ri keladigan mijozlarni jalb qilish uchun shunaqa mavzu, ya'ni shunaqa sarlavhalar boshlanadi. Va IELTS kursi, IELTS balingiz bir joyda qotib qolgan, ya'ni asosiy IELTS o'qiydiganlarni birinchi o'rinda turadigan og'rig'i, ya'ni biz buni o'zimizdan kelib chiqib tanladik. Aslida og'riqlar juda ko'p. Bitta og'rig'i, ya'ni IELTS balingiz joyida qotib qolgan. Ya'ni IELTS bitta joyda qotib qoladi, harakat qiladi, intiladi, lekin balani oshira olmaydi. Ya'ni shunaqa muammolarga ko'p kelishgan uchun, ya'ni IELTS o'qiydiganlar uchun shu narsani talab qildik. Va yana bir ota-onalar uchun segmentimiz shu farzandingizni kelajagi siz uchun muhim va eng katta o'sish nuqtasi ingliz tili. Shu narsa orqali ularga chiqdik. Shu aytib o'tgan kreativlarimni syomka qildik, ularni montajdan chiqarib, target reklamamizda sinab ko'rish maqsadida hali strategiya yo'q, chunki strategiya qilishdan oldin doim birinchi o'zingizga taklifingiz, ya'ni berayotgan taklifingiz qanchalik bozorga to'g'ri keladi yoki bozor bundan qoniqadi, shuni tekshirib olish uchun doim birinchi targetda test rejimi ishlaydi, ya'ni testni sinab ko'rishingiz kerak bo'ladi. Xo'p, bizni birinchi qilgan maqsadimiz o'zi test edi. Buni strategiyasiz amalga oshirdik. Agar bu strategiya bilan amalga oshirilganda, men o'ylaymanki, yaxshiroq, ya'ni bundan ham ko'proq, bundan ham yaxshiroq natija berisha olgan bo'lardik. Ushbu kreativlarimiz tayyor bo'lganidan keyin ularni targetga atigi 3-4 kunga sinab olish uchun yoqish uchun mo'ljallagan edik, o'zi shuni reja qilgan edik. Lekin shu 3-4 kun ichida yaxshi natija ko'rsata olgani uchun biznes egasi faqat shu yoqib turishini, ya'ni faqat shu reklamalarni ishlashini xohladilar va hozir sizga aytadigan bo'lsam, mana 15 kun ichida biz 26 sentyabrda ishga tushirgan bo'lsak, 10 oktyabrgacha 1,5 ya'ni 1.56 $1.56 273 lik tushdi, ya'ni 300 ta sifatli lik tushdi. Nimaga sifatli deyapman? Chunki biz sifatli tushishi uchun kreativlarimizda aniq hududda keltirib o'tdik va o'zimizni o'sha kreativlarimizdan tashqari formani to'ldirayotganda litli, ya'ni zaifka qoldirmoqchi bo'lgan mijozlar, potensial mijozlar zaifkani, ya'ni arizani to'ldirishayotganida ular bir qancha etapdan o'tishligi kerak bo'lardi. Qaysidir etapda o'tish olmasa, ya'ni loyihaga to'g'ri kelmaydigan o'quvchi chiqadigan bo'lsa, ya'ni qaysidir savolni Toshkent hududida yashaysizmi yokida siz qanaqa darajada ingliz tilingiz yokida qaysi vaqtda o'qiy olasiz, shunaqa etaplari to'g'ri keladigan bo'lsa, yana o'sha lead bo'lib tushishi kerak edi. Va shunaqa bo'ldi. Bu shuning uchun ham bemalol biz bu leadlarni sifatli deya olamiz. Lead qachon sifatsiz bo'ladi? Qachonki siz mana kreativ tayyorladingiz, lead jalb qilish uchun target reklamaga ishga tushirdingiz, yo'lga qo'ydingiz. Lekin sizga leadlar ingliz tilini o'rganaman deb emasda, aynan menga misol uchun Amerikaga ketish qiziq bo'ldi, konsalting agentlikmi bu yoki boshqa narsa murojaat qilsa, misol uchun o'shanda leadlaringiz sifatsiz bo'ladi. Bu кейslarimizdan bittasi bo'lgan ACT kurslarini biz taklif qilishimiz kerak bo'lgan. Ya'ni biz ACT kurslari orqali Amerikaga o'qishga qabul qilindik, ya'ni ACT kurs, ya'ni ACT sertifikati sizga top 100 talik yoki top 50 talik universitetlarga qabul qilishingizga yordam beradi degan sifatda kreativlarni tayyorlaganimizda deyarli leadlarni 50% dan ko'pi konsalting agentlik deb o'ylagan, ya'ni Amerikaga o'qishga jo'natadigan agentlik deb o'ylagan. O'shaning uchun yana bitta tavsiya, reklama kreativlaringizni tayyorlayotganingizda ehtiyotkorlik bo'lishingizni va aniq nima taklif qilyapsiz, ya'ni nima o'rgatasiz, nima berasiz, shu narsani keltirish esdan chiqmasin. Agar siz videoni shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz, demak sizda rostdan ham lead generatsiya bo'yicha muammo bor, ya'ni leadlarni jalb qilishda rostdan ham sizda muammo bor. Agar shu muammongizni hal qilmoqchi bo'lsangiz
ya'ni shuni yechimini qidirayotgan bo'lsangiz va buni bartaraf etishni xohlasangiz, videodan keyin men sizga so'rovnoma qoldiraman. Ushbu so'rovnomada savollar bo'ladi. Ushbu savollarga aniq javob berishingizni so'rayman, chunki biz sizga yordam bera olishimiz uchun to'liq ma'lumotga ega bo'lishimiz kerak. Va shu ma'lumotlaringizni o'rganib chiqqan holatda bizning talablarimizga javob bersangiz, sizga 24 soat ichida aloqaga chiqamiz. Agarda talabimizga javob bermasangiz, sizga SMS orqali javob qaytaramiz. Rahmat, salomat bo'ling.